Ko'pchilikning e'tiborini tortgan Oppo Find N6 modelini olib kelib qo'yganmiz. Global versiya. Ko'rinishida oddiy smartfonga o'xshaydi. Buni juda ham bitta magitskiy narsasi bor. Bu shu narsaki, bunda mana qarang. Dunyo bo'yicha birinchi bo'lib Oppo o'zini modelini, rastatnoy modelini liniya yo'q. Ko'rib turibsiz, bitta ham liniya yo'q, chiziq yo'q. Shunaqa smartfon chiqargan. Orqasiga keladigan bo'lsak, 200 megapiksel kamera, qo'shimcha displey. Yopasiz, yonadi. Ko'chalarda обычный ishlatib yurasiz. Uyga keldingiz, qanaqadir restoranlardasiz, sizga ko'zlaringiz charchadi ishdan kelib, smartfonni ochasiz. Mana hamma narsa juda ham yorug'likda va chiroyli ko'rinishda. Instagram deysizmi, mana internet ulanmagan nastroykasiga kiradigan bo'lsak, mana qanaqa nastroyka. 512 GB pamять, 6000 batareya, 16 GB operativka, основная kamera 200 megapiksel. Telefonda ancha-muncha funksiyalari bor, mana qanaqa funksiyalarni ko'rishingiz mumkin. Bemalol bu funksiyalarni yo'q olasiz. Smartfonni qarang, qanaqa dizayn. Eksklyuziv dizayn ko'rishingiz mumkin. Qarang. Yupqa tonki smartfon. Qarang, qanaqa animatsiyasini qarang. Smartfonni kerak joyda oppa ochdingiz, ishlatdingiz, o'yin o'ynadingiz, kino ko'rdingiz, har tomonlama programma ishlarini ham olib borib boraverasiz. Ayniqsa bankda ishlaydigan xodimlarimiz uchun juda ham qulay smartfon. Bemalol ko'rasiz. Bizda nalichada bor, bu ko'rinib turibdi globalniy versiya, встроенный Play Market, hamma narsa bor. Xitoycha so'zlar chiqib qolmaydi bunda. Tayyor. Bor, zakazga ham olib kelamiz shunaqa modellarni. O'zbekistonda bizda birinchi bo'lib mana shu modellarni olib kirganmiz. Bu ikkinchi partiyamiz bo'ladi, globalniy versiyasini O'zbekistonda Smart Market kanalida o'zimiz olib kelganmiz. Ko'rishingiz mumkin. Oppo Find N6.